Bratan, mana shunday qop-qora jentram bo'lsa, kurugli tonirovka, shumka bo'lgan bo'lsa, Optra Amerikanka fara qo'yilgan bo'lsa, mazza qilib suzib yuraman. Iloji bo'lsa, saka diskani almashtiraman deydigan aka-ukalar uchun. Mana boshqacha saka diska qo'yib qo'yilgan. Mana shu qop-qora jentrachamizni sizga chiroyli narxda qilib baraka qilib qo'ydik. Videoning oxirida aytaman narxini. Siz esa hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib, mana shunaqa jentra qidirib yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ying. Salonga keladigan bo'lsak, salonda monitor, Mers rul, Ponli ashushena qilingan, svetlar qo'yilgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak aka-ukalar, narxini 13.500 deyapti ekan. Qo'ying dedim. 13.000 tekstiga berasmi desam, o'ylanib qoldi. Kerak bo'lsa, undan ham 100 so'm arzonaga so'rasalaring, meni obunachilarimga faqat berib borishadi. Barcha ma'lumot pastda turibdi opisiyaniyada. Ko'ringlar, telefon raqamiga aloqaga chiqinglar. Qilichbekdan oldim, videosidan ko'rdim desalaring, qochib keta olmaydi. O'sha 13 ga beradi.